Bu apparat ultrabinafsha nur chiqaradigan Eksimer lazer apparati hisoblanadi. Ushbu apparat yordamida klinikamizga oqtoq kasalligi bilan murojaat qilib kelgan bemorlarga fototerapiya muolajasini o'tkazamiz. Bu apparat teriga 308 nanometrli ultrabinafsha nur berib, oqtoq sohasiga pigment ishlab chiqarishini tezlashtiradi. Eng muhimi, ushbu apparat to'g'ri foydalanilganda sog'lom teriga deyarli zarar yetkazmaydi. Ushbu jarayon mutlaqo og'riqsiz bo'lib, oqtoqning tanani qaysi qismiga joylashishiga qarab 2 sekunddan 1-2 daqiqagacha davom etishi mumkin. Klinikamizga murojaat qilib kelgan bemorlarni ichki tomondan davolab, tashqi tomondan esa ushbu apparat yordamida mahalliy fototerapiya muolajasini o'tkazamiz. Siz ham uzoq vaqtlardan beri oqtoq kasalligi bilan qiynalib, turli xil mutaxassislarga borib ham natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bemalol klinikamizga tashrif buyurib, klinikamizda natijaga erishayotgan bemorlar bilan tanishib, ular bilan gaplashib, ishonch hosil qilganingizdan keyin bemalol davolanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qiling.